Men neyroxirurg Ishmuhamedov Qabulov Fayzullayevman. Umurtqa pog'onasi va orqa miya patologiyasi bilan shug'ullanib kelaman. Hozirgi kunda murakkab patologiyalardan biri neyrofibroma to'g'risida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Neyrofibroma nerv to'qimasidan o'silgan hajmli hosila. Neyrofibroma bu yaxshi sifatli o'sma hisoblanadi, lekin uni joylashgan joyiga qarab hayotga xavf solish darajasi yuqori borishi mumkin. Shu kasallik bo'yicha jarrohlik amaliyotini bajarib kelamiz. Bu yerda anatomik jihatdan qiyin bo'lgan bo'yin sohasi hisoblanadi. Chunki ko'p kasallarda bo'yin sohasi nerv to'qimasidan o'sib, bo'yin oldi sohasigacha qarab o'sib ketadi. Bu o'simtani olib tashlash 3 bosqichda o'tkaziladi. Birinchi etapi angiografiya qilamiz bemorni. Angiografiyadan qilishimizdan maqsad bu yerda hajmli hosilda qanchalik miqdorda qon bilan ta'minlanayotganini, qaysi qon tomirlarini ezib o'sayotganini aniqlaymiz. Asosan angiografiya qilishimizdan maqsad bu yerda umurtqa arteriyasini yopish. Chunki bu operatsiya paytida umurtqa arteriyasini zararlab o'sgan bo'lsa, bu yerda qon ketish xavfi juda yuqori bo'lganligi sababli biz umurtqa arteriyasini yopamiz. Ikkinchi etapda biz zadniy dekompressiya qilamiz. Laminektomiya, orqa umurtqa pog'onasi o'sma to'qimasini nervi bilan olib tashlanadi. Chiqqan o'sha nerv korishok, nerv ildizini olib tashlanadi. Uchinchi etap bo'lsa bemorni oldi bilan borib, bo'yin sohasini oldi bilan borib, qon tomirlarini ajratib, hajmli hosilani olib tashlaymiz. Bu kasallik o'z vaqtida aniqlanmaganligi sababli bemorlarda turli xil patologiyalar kelib chiqishi mumkin. Nerv sistemasidan tashqari bemorlar yutinishga qiynalishi mumkin, bo'g'ilib gapirishi mumkin, chunki hajmli hosila kattaligi hisobiga qizilo'nggacha ezadi. Shunaqa holat bo'lgan bitta bemorimizni hajmli hosilasi o'sha bo'yin sohasidagi o'sma juda ham kattalashib o'sib ketgan. To'g'ri, u birinchi marta operatsiya qilgan, orqa miyada 10 yil oldin operatsiya bo'lgan, 10 yildan keyin u o'sma tashqariga qarab o'sib kattalashib boravergan. Bemorni shu o'tayotgan 3 ta etapda operatsiya qilganmiz. Oldingi tarafga 3-chi operatsiyasi oldingi hisobni aniq qiladi. Bu bemorda o'sha hajmli hosila qizilo'nggacha ham qizilo'nggacha yopishib o'sib ketganligi kuzatilgan. Bu kasal yutuna olmasdi, ovqat yeya olmasdi, yeyishga qo'rqardi. Uni olib tashlanayotgan paytda kuzatilgan, u qizilo'ngach ichiga ham o'sib kirib borganligi ko'rilgan. Bu o'sma to'qimasi to'liqligicha olib tashlangan, qizilo'ngach tikib qo'yilgan. Agar sizda shu kasallik aniqlangan bo'lsa, orqa miya ezilish belgilari kuzatilayotgan bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin.